Sizga savol bermoqchi edim. Reproduktolog qanday shifokorligini bilasizmi? Ana salomatlik bilan mana voyaga yetganlar, ana jinsiy balog'atga yetganlar salomatligi bilan shug'ullanadigan. Reproduktolog bu o'sha lotincha tildan olingan bo'lib, qayta produktlanish, ya'ni qayta tug'ilish, ya'ni o'sha ona qornidan paydo bo'lib va uni tashqi muhitgacha bo'lgan jarayonni o'rganadigan fan va o'rganadigan inson hisoblanadi. Reproduktolog turmush qurganingizdan so'ng kelajakda egizak farzandli bo'lishni xohlarmidingiz? Xohlardim. Boqa olasizmi? Qiynalmasmisiz? Yo'q. Xohlayman, lekin u naslga bog'liq. Naslida bo'lmasa bo'lmaydi. Lekin meni naslimda yo'q, lekin bo'lsa yaxshi edi. Egizak farzandli bo'lishni xohlarmidingiz? Qanaqa, bir o'g'ilmi, bir Kimisi ham. Qaysi biri? egizak farzand bo'lishni xohlarmidingiz? Albatta. Nevaralaringiz? Nevaralarimdan bundan buyon Xudo xohlasa aprelda tug'adi. 4 ta o'zi mayli. Eko tushunchasiga egamisiz? Yo'q. O'sha zigotani ota yoki otadan olib, onani bachadoniga urug'lantirish tayyor embrion. Mana shunda agar bittasi bo'lmasa, ikkita embrion ham qo'yib, mana bu ikkalasi ham agar uni bo'ladigan bo'lsa, shu tarafda ham egizak bo'lishi mumkin ekan. Eko tushunchasiga egamisiz? Eko. Yo'q. Amaliyotdan bilmaysiz-a? Reproduktolog kimligini ham bilmaysiz. Yo'q. Eko bu hozir yordamchi farzandi bo'lolmayotgan juftliklarga yordam beradigan yangi texnologiya. Reproduktolog bo'lsa, shu sohada ishlaydigan vrach.